Bolam, bilasanmi? Hozir hamma narsa tezlashib ketdi. Odamlar bir-biriga yetishishga shoshilyapti. Lekin bir-birini eshitishga vaqti yo'q. Ilgari darvozamiz zanjiri shiqillasa, yuragimiz hayajondan urardi. Kim keldi ekan deb. Hozir esa telefonimiz tinmaydi, lekin ichida o'sha qadrdon hayajon yo'q. Biz qimmat narsalarni qidirib, tekin bo'lgan baxtni unutib qo'ydik. Bir og'iz shirin so'z, bir piyola issiq choy va yoningda senga chin dildan termulib turgan ko'zlar. Aslida boylik mana shu emasmi? Umr deganlari xuddi kuzgi yaproqdek gap. Bir kun kelib, hammasi shivirlab yerga tushadi. Shunda ekan, ko'ngil qolishidan emas, ko'ngil olishdan qo'rqish kerak. Gap shunda-da bolam. Yashash uchun sabab ko'p, lekin inson bo'lib qolish uchun bitta yurak kifoya.